Registon barchamizga ma'lum va mashhur atama. Nafaqat Samarqandning, balki butun O'zbekistonning vizitkasiga, ramziga aylangan Registon maydoni juda ko'p shoirlar, ijodkorlarni ilhomlantirib kelgan. Shu jumladan Gabriel Urkilanni. Gabriel Urkilan 1899-yilda Samarqand shahrida bankir oilasida, Arman oilasida dunyoga keladi. U Samarqand shahriga, madaniyatiga, tarixiga, tillariga juda ham mehr qo'yadi. O'zbek, fors, tojik tillarini o'rganadi va shoir sifatida o'ziga El Registon taxallusini oladi. Gabriel ismini qisqartirib El va Registon maydoni nomiga Registon. Bu shoir butun Sovet ittifoqiga mashhur edi. Isir davlat madhiyasining matni muallifi sifatida. 1943-yilda e'lon qilinadi konkurs Isir davlat madhiyasini so'zlari va musiqasi uchun va bu konkursda ishtirok etgan El Registon g'alaba qozonib, uning so'zlari tanlab olinadi. Internetda qarasangiz muallif sifatida ikki kishi ko'rsatilgan: Sergey Mixalkov va El Registon. Sergey Mixalkov o'sha paytda SSR xalq shoiri edi, qazo lavozimlarda ishlardi, shuning uchun uning familiyasi ko'rsatilishi tabiiy edi va holanki u biroz tuzatishlar kiritgan haqiqatdan ham. El Registon nafaqat demak shoir, shuningdek jurnalist sifatida faoliyat ko'rsatgan. Toshkentda 1930-yillarga qadar Pravda Vostoka, O'zbekistonskaya Pravda kabi gazetalarda ishlagan. Ikkinchi jahon urushi davrida harbiy korrespondent sifatida faoliyat ko'rsatgan va o'sha mahalliy madaniyatni juda yaxshi o'rganganligi uchun 1936-yilda yaratilgan Jo'lbars filmining ssenaristi ham bo'ladi. El Registonning o'g'li Garold Registon ham shoir bo'ladi va u otasining taxallusini o'ziga rasman familiya qilib oladi. Garold Registonni ijodi bilan ham siz tanishsiz. Uning qo'shig'ini siz albatta eshitgansiz. Я встретил девушку полумесяцем бровь, на щечке родинка, а в глазах любовь. Ushbu qo'shiqning so'zlarini muallifi Garold Registon hisoblanadi. Tojik tilida Tursunzoda degan shoir yozgan va ruscha tarjimasini muallifi Garold Registon. U ham otasiga o'xshab fors, tojik, o'zbek tillarini juda yaxshi bilgan va sharq madaniyatiga qiziqish bildirgan. Siz ham farzandingizga Registon ismini bera olasizmi yoki ijodiy taxallus familiya sifatida olgan bo'larmidingiz? E'tiborlaringiz uchun rahmat.